Assalomu alaykum YouTube ahli. Bugun 2026-yil 23-mart kuni video syomka qilyapman. Biyogumuz hali yarmi e'landi, yarmi e'langa yo'q. Video qilishimdan maqsad mana biogomusni haqiqiy kuchini ko'rsatmoqchiman. Mana shu oddiy o't mana bo'yim qatarib ketgan. Shu bioreaktorda girdida o'sgan tanasi shunday qalin bo'lib ketgan. 1,5 metr bo'lgan. Bo'yim qatarib ketgan. Shu o'lcham oluvchilarga hozir sezoni urug'lagan payti kimdan kim ko'rinyaptimi yo'qmi? Masa urug'lagan hozir. O'lcham biogomus oluvchilar bo'lsa telefon raqam qoldiraman, murojaat qiladilar. Shu bahor oyida eng ko'p urug' qo'yadigan payti mavsumida ular. Shu o'lchangdan urug'i ko'p. Har bir tuxumdan 5 ta, 6 ta, 7 tagacha shu o'lcham chiqadi. YouTube'da ko'pchilik 20 ta, 15-20 ta chiqadi deydi. Men buni ko'rdim. Shu urug'ini ham ezib ochib ko'rdim. 5-6 ta chiqar ekan. Kimga shu biogomus chuvalchang kerak bo'ladigan bo'lsa murojaat qilasizlar. Telefon raqam qoldiraman. Shu bilan qisqacha videoni yakunlayman. Podpiska bo'lib, like bosishlaringizni so'rab qolaman kanalni rivoji uchun. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr deb qolaman.